Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Soliqlar har qanday davlatning iqtisodiyot tayanchi hisoblanadi. Demak, davlatda ijtimoiy sohaning qanchalar yuksaklikka ko'tarilishi, qo'llab-quvvatlanishi undiriladigan soliqlarga bog'liq ekanligini bugun biz yaxshi bilamiz. Demak, anglaganingizdek, ochiq muloqot turkumidan biz bugungi ko'rsatuvimizda aynan mana shu davlat soliq xizmati tizimidagi yangiliklar, qolaversa, mana yil ham yakunlanyapti. Albatta, bu yilning yakunlanishi barobarida mana shu aholidan undirib olinadigan, tadbirkorlardan undirib olinadigan yer, mulk soliqlari mavjud. Shuningdek, ularga belgilangan muddatlar mavjud. Xo'sh, bugun ana shu muddatlar o'z vaqtida bajarilyaptimi? Yoki bo'lmasa bugun o'sha soliq xizmatidagi yangiliklar nimalardan iborat? Biz bugun siz bilan aynan mana shu mavzuda suhbatlashamiz va studiyamizdagi mehmonlarimiz ham aksariyati mana shu viloyat soliq boshqarmasining mutasaddilari hisoblanadi. Demak, bugungi mehmonlarimizni sizga tanishtirib o'taman. Viloyat soliq boshqarmasi jamoatchilik bilan aloqalar sho'basi boshlig'i Roman Otajonov, boshqarmaning soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish bo'limi boshlig'i Xursandbek Otajonov, boshqarmaning kameral soliq tekshiruvlari bo'limi boshlig'i Siroj Qalandarov, boshqarmaning qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligi bo'limi davlat soliq bosh inspektori Doniyorbek Abdullayev, boshqarmaning soliq organlarining mahallabay ishini tashkil etish sho'basi davlat soliq katta inspektori Muhiddin Rozmetov, boshqarmaning soliq ma'murchiligi bo'limi davlat soliq bosh inspektori Murodjon Karimov, boshqarmaning sayyor soliq tekshiruvlari bo'limi davlat soliq bosh inspektori Sherzod Hajiyev hamda boshqarmaning soliq ma'murchiligi bo'limi davlat soliq bosh inspektori Sanjar Xo'jayevlar bugungi ochiq muloqot ko'rsatuvimizning ishtirokchilari. Demak, biz odatdagidek jonli efirdamiz. Bugungi tanlangan mavzu soliq xizmatiga aloqador qandaydir takliflar, savollar bo'lsa, bemalol studiyamizga o'rnatilgan 62 kodi bilan 223 92 21 raqamli telefonga murojaat qilishingiz, aynan mana shu bizning 1 soatlik efir jarayonida o'z savollaringizga bugungi studiyamiz mehmonlaridan javob olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz dastlabki so'z navbatini umuman viloyat soliq boshqarmasidagi o'tgan mana shu yilning o'tgan muddatdagi qilingan ishlar, qolaversa bugun qilinishi lozim bo'lgan rejadagi ishlar haqida so'zlash uchun dastlabki so'z navbatini mana shu viloyat soliq boshqarmasining jamoatchilik bilan aloqalar sho'basi boshlig'iga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, rahmat. Prezidentimizning tashabbusi bilan mahalla institutining jamiyatimizda va aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatidagi roli oshirilib, mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektori, soliqchi va ijtimoiy xizmat xodimidan iborat mahalla 7 ligi tashkil etildi. Davlat xizmatchilari, xususan soliq tizimi xizmati xodimlarining mahalla darajasiga tushib, mahallabay ishlashi, har bir fuqaro, har bir subyekt kesimida muammolarning hal etilishi tadbirkorlarning va aholining ishonchini yanada mustahkamlamoqda. Bunda 509 ta mahallalarga hududiy soliq organlarining 236 nafar mas'ul soliq inspektorlari biriktirilib, o'zlarining asosiy ish faoliyatini biriktirilgan mahalla hududidan olib borishmoqda. Asosan yashirin ish o'rinlari va ish haqining legallashtirish, soliqdan qochish sxemalarining oldini olish, qonunchilikka rioya etish va soliq majburiyatlarini bajarishga ko'maklashish natijasida bugungi kunda 8321 nafar soliq to'lovchining tovar aylanmasi 131 milliard so'mdan ortiq bo'lib, mahallalarda 15,3 milliard so'mdan ortiq qo'shimcha aylanmadan olinadigan soliq undirildi. Mahalliy byudjetlarning daromadi bo'lgan mol mulk va yer soliqlari tushumi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 143% ga o'sdi. Rahmat. Demak, umuman olganda bugungi kunda viloyat soliq boshqarmasi tomonidan qilinayotgan ishlar aynan mana shu sohaviy tegishli sho'balar, bo'limlar orqali amalga oshiriladi. Bunda albatta har bir sho'ba, har bir bo'limning yil mana shu o'tgan muddati davomida qilingan ishlar tahlil qilinadi. Demak, bizning keyingi suhbatdoshimiz soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish bo'limi boshlig'i. Umuman olganda bugun zamonaviy texnologiyalar amaliyotga joriy qilinyapti. Mana shunday sharoitda soliq to'lovchilar uchun ham bir qator qulayliklar, imkoniyatlar yaratib berilyapti. Mana shu boradagi yangiliklar umuman. Marhamat. Assalomu alaykum, rahmat. Xabaringiz bor, yurtboshimiz tomonidan mamlakatimiz bo'ylab soliq ma'murchiligi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, soliq tizimida mahallaboy tizimning joriy qilinishi ko'pchilik tadbirkorlar tomonidan mamnuniyat bilan kutib olindi.
mazkur samarali va tajribali tizimni davom qildirgan maqsadida 2024-yil boshida soliq boshqarmalarida, xususan Xorazm viloyat soliq boshqarmasida ham soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish bo'limi tashkil qilindi. Bugungi kunda viloyatimizda 10 mingdan ortiq qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilari 14 ta soha bo'yicha to'liq qamrab olingan bo'lib, ularga xizmat ko'rsatish uchun viloyatda bilimli, tajribali 45 ta xodim biriktirilgan. Bularning asosiy vazifasi tadbirkorga yordam berish, soliq hisobini yuritish, majburiyatlarni o'z vaqtida bajarishga amaliy yordam ko'rsatish, kamchiliklarni oldindan bartaraf qilishdan iboratdir. Asosiy maqsadi esa tadbirkorni jazolash emas, balki uning kamchiliklarini vaqtida bartaraf qilishdan iborat. Endi bu yuqorida aytib o'tilganlarni zamonaviy axborot texnologiyalarida ham keng joriy qilinmoqda. Xususan, DSB ma'murchilik axborot tizimida soliq to'lovchilar tomonidan taqdim qilingan hisobotlardagi kamchiliklar avtomatik tarzda aniqlanib, bu o'sha korxonaga biriktirilgan xodimlar bilan tadbirkor o'rtasida muntazam ravishda kamchiliklarni bartaraf qilib kelinmoqda. Bundan tashqari tadbirkorlarning o'zining shaxsiy kabinet orqali o'ziga biriktirilgan tadbirkor xodim bilan tanishishi va kamchiliklarni o'zi mustaqil ravishda bartaraf etish imkoniyatlari ham yaratib qo'yilmoqda. Bu esa shaffoflik, ya'ni elektron tizimni bugungi kundagi keng targ'ib qilishning bir misoli ko'rinishda desak ham bo'ladi. Bundan tashqari prezidentimizning soliq organlari va tadbirkorlar hamkorligini huquqiy jihatdan ham mustahkamlab qo'ymoqda, ya'ni soliq kodeksida yangi tahrirda bu bo'yicha yangi modda kiritildi. Ya'ni soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasida hamkorlik prinsipi degan modda kiritildi. Bundan tashqari, masalan, prezidentimizning tashabbusi bilan soliq to'lovchilarning barqarorlik reytingi joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilingan bo'lib, ushbu qarorda tadbirkorlar 3 toifaga ajratilgan. Yuqori, o'rta va quyi qanaqali korxonalar qatoriga ajratilgan. Mana shu yuqorida bizlar aytib o'tirgan korxonaboy tizimni yaratilishida, ya'ni 2024-yilning boshida shu o'rta bo'g'indagi korxonalar jami korxonalardagi ulushi 4% tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kunda bu salkam 20% ni tashkil qiladi. Bu degani korxonalar kamchiliklarni muddatida bartaraf qilib kelganini bir dalolat beradi. Eslatib o'tish nuqtai nazaridan shuni aytish kerakki, hozir korxonalar yuqori toifadagi korxonalarda, reytingdagi korxonalar bilamiz, bularda soliq tekshiruvlar umuman o'tkazilmaydi. Hamda qo'shilgan qiymat solig'ida bo'lgan ortiqcha to'lovlari hech qanday tekshiruvlarsiz, inson omilsiz bir kun muddatda qaytarib beriladi. Bundan tashqari shu yuqori o'rinda turgan korxonalarni taqdirlash bo'yicha takliflar kiritib qoladi. Bu halol mehnat qilib faoliyat ko'rsatib turgan tadbirkorlarga juda katta rag'bat hisoblanadi. Hozirgi kunda tadbirkorlarga xizmat ko'rsatish yangi bosqichga ko'tarildi. Ya'ni soliq organlarining asosiy maqsadi tadbirkorlarga yaqindan ko'mak berib, tadbirkorlarga yaxshi sharoitlar yaratib berib, O'zbekistonning rivojlanishiga hissa qo'shishdan iboratdir. Rahmat. Umuman olganda, bundan bir 10 yillar ilgari har qanday ko'rinishdagi tadbirkor, xoh u xizmat ko'rsatuvchi bo'lsin, xoh u o'sha kichik savdogar bo'lsin, soliq xodimini ko'rganda xuddi jinoyatchiga o'xshab o'zini his qilardi. Undan qochishga harakat qilardi. Nimaga deganda, o'sha tadbirkor bo'lsin yoki bo'lmasa boshqa bir jismoniy shaxs bo'lsin, u xuddi bir soliq idorasi xodimini ko'rganda bir nazorat qiluvchi sifatida qo'rqib muomala qilardi. Lekin keyingi yillarda olib borilgan ochiqlik, oshkoralik, shaffoflik siyosati hamda mana shu soliq tizimiga ham inson omilining mana shu ko'plab ko'rinishlarni bartaraf qilish bo'yicha qilingan sa'y-harakatlar natijasida bugun har bir tadbirkor, har bir jismoniy shaxs soliq idorasi xodimini o'zining bir yaqin hamkori sifatida qabul qilib boshladi. Demak, buni baribir soliq qonunchiligiga, umuman jamiyatning mavjud qonun qoidalariga amal qilish har bir insondan talab qilinadi. Bu o'sha tadbirkor bo'lsin, jismoniy shaxs bo'lsin. Demak, bugun mana shu tekshiruvlar qay darajada bo'layapti? Bugun o'sha soliq tekshiruvlari, soliq ma'murchiligi tomonidan olib borilayotgan monitoring, o'rganish ishlarida ham buni ko'rish mumkin. Demak, bizning keyingi suhbatdoshimiz aynan boshqarmaning mana shu kameral soliq tekshiruvlari bo'limi boshlig'i. Marhamat, mana shu boradagi fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Men kameral soliq tekshiruvlari yo'nalishi bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsam, O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksining 138-moddasiga asosan kameral soliq tekshiruvlari o'tkazish belgilangan bo'lib, kameral soliq tekshiruvlari asosan
soliq to'lovchining soliq hisobotlari, moliyaviy hisobotlar va soliq organida mavjud tashqi va ichki manba ma'lumotlari asosida o'tkaziladi. Kameral soliq tekshiruvini o'tkazishdan oldin har bir soliq to'lovchida soliq tekshiruvdan oldingi tahlil o'tkaziladi. Tekshiruvdan oldingi tahlilga asosan agar soliq to'lovchi faoliyatida tafovutlar aniqlanadigan bo'lsa, ularga xabarnomalar yuboriladi. Agar xabarnoma muddati 10 kun, xabarnomaga asosan soliq to'lovchi tomonidan to'liq asoslantiruvchi hisobotlar yoki bo'lmasa asoslantiruvchi hujjatlar berilmaydigan bo'lsa, bu kameral soliq tekshiruvi o'tkazishga asos bo'ladi. Kameral soliq tekshiruvi jarayonida soliq to'lovchidan hududiga kirish, undan hujjatlarni talab qilish taqiqlangan masofaviy shaklda o'tkaziladi. Kameral soliq tekshiruvlari agar soliq to'lovchi hisobotlarda agar tafovutlar aniqlanadigan bo'lsa, talabnoma yuborilib, talabnomaga asosan 10 kun muddat belgilanadi. Shu muddatda soliq to'lovchi tomonidan talabnomaga to'liq asoslantiruvchi hujjatlar berilmasa, u soliq auditini tayinlashga asos bo'ladi. Agar hisobotlari berilib, asoslantiruvchi hujjatlar taqdim qilinadigan bo'lsa, kameral soliq tekshiruvi yakunlangan deb hisoblanadi. Bundan tashqari prezidentimizni 2025-yil avgust oyida tadbirkorlar bilan bo'lgan ochiq muloqotida soliq xavfi mavjud 12 trilliondan ortiq mavjud soliq to'lovchilar bo'yicha 2025-yil 1-noyabrgacha soliq moratoriysi e'lon qilinib, ularning hisobotlariga tuzatish kiritishga muddat berildi. Bundan tashqari biz viloyatimizda hozirgi kunda xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurash maqsadida yo'l xaritalar tasdiqlangan bo'lib, shu yo'l xaritalarga asosan 25 ta yo'nalishda yo'l xarita tasdiqlanib, shu yo'l xaritaga asosan ishlar olib borilmoqda bugungi kunda. Rahmat. Demak, hurmatli yurtdoshlar, mabodo bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, bugungi mana shu ko'rsatuvimiz ishtirokchilarining fikr mulohazalarini tinglayotgan bo'lsangiz, sizda ham har qanday ko'rinishdagi mana shu soliq ma'murchiligi bo'yicha, soliq xizmatidagi, soliq tizimidagi yangiliklar bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Bemalol telefon raqamlarimizni qayta eslatib o'taman. Biz jonli efirdamiz. Bugungi tanlangan mavzu doirasida bemalol studiyamizga o'rnatilgan o'sha 62 kodi bilan 223 92 21 raqamli telefonga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi yillarda ayniqsa umuman iqtisodiy atamalar ham ko'p albatta. Biz bugun ko'plab iqtisodiy terminlar haqida eshitib qolamiz, lekin hammamiz ham buni to'liq tushunib yetmaymiz. Bugungi bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizda albatta mana shu qo'shilgan qiymat solig'i degan tushunchaga ham qandaydir bir ko'proq urg'u berishni istardim men. Nimaga deganda bu atama ham hamma ham tushunmaydi albatta. Mana bugungi ko'rsatuvimizning navbatdagi ishtirokchisi boshqarmaning qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligi bo'limi davlat soliq bosh inspektori. Umuman biz eng avvalo bugun o'sha qo'shilgan qiymat solig'i tushunchasiga qisqacha izoh berib o'tsak, keyin bugungi kunda o'sha qo'shilgan qiymat solig'i viloyatimizdagi qancha tadbirkorlarga yoki bo'lmasa xizmat ko'rsatuvchilar bo'lsin, ishlab chiqaruvchilar bo'lsin, ana shularga tatbiq qilinyapti. Marhamat. Assalomu alaykum, rahmat. Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qo'shilgan qiymat solig'i O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 595-sonli qaroriga asosan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari maxsus ro'yxatdan o'tkaziladi va hisobi yuritiladi. Bu qaror bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari belgilangan tartibda to'liq elektron tarzda taqdim qilingan arizalar asosida maxsus ro'yxatga qo'yilmoqda va maxsus ro'yxatdan chiqarish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Bu yil 2025-yil davomida bu yo'nalishda amalga oshirilgan muhim ishlardan birisi tadbirkorlik subyektlarini teng sharoit, teng muhit yaratib berish maqsadida farmatsevtika mahsulotlari va tibbiy xizmatlarni ko'rsatuvchi yuridik shaxslar 2025-yil 1-apreldan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi sifatida faoliyat yuritishlari belgilandi. Bizning viloyatimizda mazkur yo'nalishda faoliyat yuritib kelayotgan 800 taga yaqin yuridik shaxslar belgilangan tartibda taqdim qilingan arizalarga asosan maxsus ro'yxatdan o'tkazilib, ularga qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi to'g'risidagi guvohnomalar taqdim qilindi. Shu bilan birga qo'shilgan qiymat solig'ini o'rnini qoplab berish borasida muhim ishlar amalga oshirib kelinmoqda.
bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 489-sonli qarorida belgilangan nizom talablari asosida amalga oshirib kelinmoqda. Bu qarorga asosan qo'shilgan qiymat solig'i salbiy farq summasini o'rnini qoplab berish tadbirkorlar tomonidan belgilangan tartibda taqdim qilingan arizalarga asosan 30 kun muddatda ko'rib chiqiladi. Bu nizomning 6-bobida belgilangan hollarda tezlashtirilgan tartibda 7 kun ichida qoplab berish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Shu bilan birga bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarini reytinglaridan kelib chiqqan holda 95 balldan yuqori ball egasi bo'lgan tadbirkorlik subyektlarini, ya'ni 3 ta A toifasida turgan tadbirkorlik subyektlari qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib olish bo'yicha ariza taqdim qilganlarida bunda hech qanday tekshirishlar, o'rganishlar o'tkazilmasdan 1 kun muddatda qo'shilgan qiymat solig'i summalari qoplab berilib kelinmoqda. Endi shu bilan birga yangi qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha nazarda tutilayotgan o'zgarishlarga to'xtaladigan bo'lsak, muhtaram Prezidentimizning 153-sonli farmoniga asosan 2026-yil 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi va realizatsiya qiluvchi tadbirkorlik subyektlarına qo'shilgan qiymat solig'ini 0 stavkada qo'llanilishi belgilandi. Bu ham qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha bir qator yengilliklarni keltirib chiqaradi. Rahmat. Umuman olganda keyingi yillarda bizning mana shu gap so'zlarimizda bu o'sha xonadonbay, mahallabay ishlash degan tushunchalar paydo bo'ldi. Ko'plab vazirliklar, yirik idora tashkilotlar bugun nafaqat o'sha markazda, viloyat markazida o'tirib faoliyat ko'rsatadi. Bugun ular albatta mahallaga tushdi. O'sha quyi bo'g'inga, quyi tizimga tushdi. Bu albatta soliq xizmati xodimlarini ham bundan mustasno emas albatta. Demak, bugungi kunda aynan o'sha mahallabay ishlash bo'yicha boshqarmada alohida bir maxsus bo'lim tashkil qilingan. Bu o'sha mahallabay ishlash soliq xodimlarining mahallada ishlashlarini muvofiqlashtiruvchi, nazorat qiluvchi va bu ishlarni doimiy olib boruvchi bo'lim hisoblanadi. Umuman olganda, joriy 2025-yilning o'tgan muddati davomida o'sha mahallalarda faoliyat ko'rsatayotgan mana shu soliq xizmati xodimlari bilan mahallabay ishlash bo'yicha qilingan ishlar. Qolaversa, bizda soliq qonunchiligimizda bu o'sha yer mulk solig'ining asosiy manbai mahallalar hisoblanadi. Nimaga deganda mahallada aholi istiqomat qiladi. Aholining shaxsiy turar joylari mavjud. O'sha yerdagi aholining o'sha yilning 1-yarmi uchun o'sha aprel sanasining yarmigacha yoki bo'lmasa yillik soliq to'lovlarining yer mulk soliqlarining to'lovi 15-oktyabrgacha qilib belgilangan. Bu ham albatta aynan mahallada faoliyat ko'rsatayotgan o'sha soliq xizmati xodimlaridan alohida bir targ'ibot ishlarini olib borishni, tushuntirish ishlari olib borishni talab qiladi. Mana shu boradagi ishlar qay darajada bugun? Marhamat. Assalomu alaykum. Prezidentimizning 2023-yil 21-dekabr kunidagi mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi 209-sonli farmoni qabul qilingan. Mahallaning jamiyatda hayotidagi o'rnini oshirish hamda sohada boshqaruv tizimini takomillashtirish maqsadida mahalla yettiligining vazifalari belgilangan bo'lib, soliq inspektorining vazifalari quyidagilardan iborat: tadbirkorlarga soliq ma'murchiligini bo'yicha xizmatlar ko'rsatish, soliq bazasini kengaytirish, soliqlarni undirish va mahalla byudjetining daromad qismini shakllantirishga mas'uliyat belgilangan. Hozirda viloyatimizda 509 ta mahallaga 236 ta soliq inspektorlari biriktirilgan bo'lib, yangi tizim asosida ish olib borayotirlar. Mahallaga biriktirilgan soliq inspektorlari 21 mingdan ziyod yuridik shaxslarga, 35 mingdan ziyod yakka tartibdagi tadbirkorlarga, 44 mingdan ziyod dehqon xo'jaliklariga, 313 mingdan ziyod o'zini band qilgan shaxslarga, 430 mingdan ziyod mol mulk va yer solig'i to'lovchisi bo'lgan jismoniy shaxslarga va 30 mingdan ziyod deklaratsiya asosida soliq to'lovchilarga soliq ma'murchiligini yuritishda xizmat ko'rsatayotganlar. Mahallaboy tizim bo'yicha pastga tushib, obyektma-obyekt, uyma-uy yurib, soliq ma'murchiligini yuritishda va mavjud muammolarni hal qilishda ko'rsatilgan yordamlar natijasida 20 mingdan ziyod qo'shimcha obyektlar aniqlandi. Ulardan 17 milliarddan ziyod mol mulk va yer solig'i hisoblanib undirildi. 5 ming
5582 nəfər fuqarolar yakka tədbirgar sifatida ro'yxatdan o'tkazildi. 14 mingdan ziyod fuqarolar dehqon xo'jaligi sifatida 313 ming nafar fuqarolar mahalla yettiligi bilan birga o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazilishi ta'minlandi. Ki 13 ming dona korxonada 18 mingdan ziyod norasmiy ishchi xizmatchilar legallashtirildi. Ulara rasmiy tartibda 19 milliarddan ziyod oylik berilib 509 milliard so'm qo'shimcha daromad solig'i hisoblandi. 538 ta bo'sh obyektlar ishga tushirish hisobiga 1318 ta qo'shimcha ish o'rinlari yaratildi. Hozirda mahallada shu yordamlar ko'rsatib, xizmat soliq ma'murchiligi bo'yicha xizmatlar ko'rsatib kelmoqdamiz. Demak, shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor qaratishni istardim. Umuman olganda, mana shu mahallabay ishlayotgan soliq xizmati xodimlari, inspektorlarining o'sha mahallalarda istiqomat qilayotgan fuqarolardan, aholidan undirilayotgan yer, mol-mulk solig'i qay darajada bugun? Hozir 9 oylikda statistik ma'lumotlarga asosan faqat turar joy obyektlaridan 187,6 milliard so'm undirildi. Shuni 10% 18,8 milliardi mahalla byudjetida qoldi hozirgi. Demak, bugungi kunda o'sha mahallada faoliyat ko'rsatayotgan soliq xizmati xodimlari, mahallaning yettiligi bugun aynan qanchalik soliqlarning o'z muddatida to'lanishi o'sha hudud infratuzilmasini yaxshilashga xizmat ko'rsatishini bugun ana shu daromad manbai bo'lishini bugun biz tushunib yetishimiz talab qilinadi. Nimaga deganda bugun o'sha open byudjet, ochiq byudjet orqali ko'plab summalarning tanlovga qo'yilayotganlik va bunda o'sha mahalladagi ichimlik suv ta'minoti bo'lsin, o'sha yo'l infratuzilmalari bo'lsin, obodonchilik ishlari bo'lsin, ularning yanada yaxshilanishiga, bugungi zamon talablari darajasiga ko'tarilishiga yo'naltirilyapti. Buni viloyatimizning ko'plab mahallalarida qilingan ishlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda olib borilayotgan o'sha ochiq byudjetda g'olib chiqqan mahallalar bugun o'sha yo'llari obod qilinmoqda. Yo'l infratuzilmasi, o'sha piyodalar yo'laklari, barcha ko'rinishlar yaxshi bir qiyofa kasb etyapti. Demak, biz bugun soliq xizmati, soliq undiruvlari haqida gapirar ekanmiz. Bu o'sha soliq ma'murchiligida ham bir qator o'zgarishlar bo'ladi, yangiliklar bo'ladi. Buni ham har bir fuqaro, har bir soliq to'lovchi tushunib yetishi talab qilinadi. Marhamat, mana shu boradagi ishlar bugun. Assalomu alaykum, rahmat. Mana bilamizki, davlatimiz rahbari tomonidan 5 yil ichida tadbirkorlik subyektlari va biznes vakillari bilan ochiq muloqot o'tkazib keladi. Bu joriy yildagi 5-ochiq muloqotida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, ushbu belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 138-sonli farmoni qabul qilingan. Ushbu farmon bilan soliq to'lovchilarga rag'batlantirish choralari belgilangan. Ya'ni 2026-yil 1-yanvardan boshlab ilk marta aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilari qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi bo'lib o'tganda ularga foyda solig'ini 1 yil muddatda to'lamaslik soliq imtiyozi berildi. Shuningdek, 1 yil muddatda soliq to'lovchilar tomonidan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi sifatida soliq organida hisobda turmaganlik uchun moliyaviy jarima qo'llanmaslik bo'yicha vakolat berildi. Shuningdek, 6 oy davomida buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlarni har oyda mehnatga haq to'lashning 3,5 baravaridan oshmagan qismi bo'yicha to'lanayotgan soliq to'lovlaridan chegirib tashlash vakolati berilmoqda. Shuningdek, 2026-yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i va mol-mulk solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliq to'lovlarini soliq organlari o'zlari tomonidan hisoblab chiqariladi va bu soliq to'lovchilarga ushbu hisobotlarni topshirish majburiyatidan ozod qiladi. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, soliq to'lovchilarga ushbu soliq hisobotlarini hisoblab chiqarib, ularning shaxsiy xabarnoma yuboriladi va ushbu xabarnoma orqali 5 kun ichida tuzatishlar kiritib qayta jo'natish huquqi berilmoqda. Shuningdek, 2025-yil 1-noyabrdan boshlab umumiy ovqatlanish korxonalari va qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qiluvchi korxonalar tomonidan jismoniy shaxslardan qishloq xo'jalik mahsulotlarini naqd pulga xarid qilganda ushbu tovarlarni
elektron tartibda rasmiylashtirish vakolati barcha tadbirkorlik subyektlariga ham tatbiq qilinishi belgilandi. Shuningdek, ma'muriy jarimalar bo'yicha ham bir qancha yengilliklar yaratilmoqda. Ya'ni 2026-yil 1-yanvardan boshlab jismoniy shaxslarga 3 barabardan 1 barabargacha va mansabdor shaxslarga soliq hisobotlarini belgilangan muddatda taqdim qilinmasligi uchun belgilangan 10 barabar eng kam ish haqining 10 barabar miqdordagi jarima 3 barabarga tushirish bo'yicha qulayliklar yaratilmoqda. Rahmat. Umuman olganda mana shu borada yana qanday yangiliklar, qanday amaliyotlar kutilmoqda endi? Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat. Jismoniy shaxslardan to'lanadigan yer mol-mulk soliqlari bor. Shu to'g'risida ko'p fuqarolardan savollar tushadi, tushunmovchiliklar ko'p bo'ladi. Shuning uchun bir qisqacha ma'lumot berib o'tsam, jismoniy shaxslarni egaligida bo'ladigan ko'chmas mulk obyektlari, ya'ni turar joy, xonadon, noturar obyekt joylariga soliqlar qaytarib hisoblanadi. Hozir soliq kodeksimizning 133-moddasiga muvofiq har yili 1-fevralga qadar kadastr palatasi tomonidan shunday nima yo'lga qo'yilgan texnologiya ko'chmas mulk obyektlari bo'yicha uni mulk egalari, uni yer maydoni, manzillari, shu mulk egasining pasport ma'lumotlarini Vazirlar Mahkamasining 1043-sonli qaroriga asosan через internet onlayn tartibda integratsiya qilish yo'lga qo'yildi. Hozir bularni kadastr palatasi tomonidan ma'lumotlarni integratsiya qilish jarayonida u bizlarni soliq organlarining ma'lumotlar bazasiga kelib tushadi. U inson omilsiz, soliq xodimlari omilsiz, u avtomat tartibda o'zi hisoblanadi. Ana keyin soliqlar hisoblangandan keyin mahalla yettitaligiga biritilgan xodimlar tomonidan to'lov xabarnomalarini shu soliq to'lovchilarga yetkazish tartiblari 1-martgacha, har yili 1-martgacha amalga oshiriladi. Shu tartibda soliqlar to'lanadi. Soliqlarni to'lash muddatlari hamisha aytib kelamiz. Soliq kodeksining 423, 440-moddalarida belgilab o'tilgan. Joriy yil soliqlari, hisoblangan soliqlarni teng yarmini 15-aprelgacha, uni teng yarmini qolgan 15-oktyabrgacha to'lib bo'lish kerak. To'lashlik shartligi belgilangan. Shuning uchun hozir mana men hozir oktyabr oyining oxiriga yetyapmiz, yakunlayapmiz. Shuning uchun soliq to'lovchilarimizdan so'rab qolamiz. Shu hisoblangan yer mol-mulk soliqlarini o'z vaqtlarida to'lashlarini bildiramiz. Chunki ushbu o'z muddatida to'lanmagan soliqlarga soliq kodeksining 110-moddasida ham peniyalar hisoblash belgilangan. Shuning uchun shu o'z vaqtida soliqlarni to'lagan yaxshi deb o'ylaymiz. Rahmat, hurmatli yurtdoshlar, biz dasturimiz avvalida aytib o'tdik, jonli efirda ekanligimiz, bugun o'sha soliq xizmati bo'yicha, soliq ma'murchiligi bo'yicha sizda qanday savollar bo'lsa, bemalol bizning studiyamizga o'rnatilgan o'sha 62 kodi bilan 223 92 21 raqamli telefonga murojaat qilishingizni qayta eslatamiz. Hozirgacha bir qancha savollarni biz o'sha bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizdan qabul qilib oldik. Endi aynan mana shu savollarni o'qib eshittiraman. Tegishliligi bo'yicha bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari bu savollarga javob berishga harakat qilishadi. Demak, Oysha Malikova so'rayaptilar. Jismoniy shaxs o'ziga tegishli mol-mulkni realizatsiya qilishdan olgan daromadidan daromad solig'i to'laydimi? Marhamat. Jismoniy shaxs mulkini, masalan, turar joyini satib daromad olsa, soliq kodeksining 378-moddasi 7-bandida ko'rsatilgan bu. Deklaratsiya topshirib olgan daromadini ko'rsatib, masalan 2025-yilda sotib daromad olgan bo'lsa, 26-yil 1-apreldan deklaratsiya topshirishi kerak daromadini ko'rsatib. Bu bo'yicha daromadidan 12% soliq stavkasida soliq to'laydi. 3 yil daromad olsa, turar joylarda egalik huquqi judagandan keyin 3 yil ichida sotsa daromad hisoblanadi. Noturar joylarda masalan 100 million olib turib 150 milliona sotdimi, o'rtadagi farqdan 50 milliondan 12% soliq hisoblanadi. Shu bo'yicha deklaratsiya topshirib 1-apreldan to'lash muddati 1-iyun. Demak, shu o'rinda savol tug'iladi. Qaysidir fuqaro o'ziga yaqinroq hududdan, ish joyiga yaqinroq hududdan o'sha havli bo'lsin, ko'p qavatli turar joy binosidan xonadon sotib olish maqsadida o'z uyini sotadi. Ana shu vaqtda ham undan o'sha realizatsiya qilingan hisoblanadi va soliq to'lanadimi?
Endi masalan egaligine qaraladidan egaligi masalan 3 yildan oshgan bo'lsa, 3 yil masalan 3 yil eldin 21, 20 yillarda joy olib turib yashab, keyin uni masalan az büyük 25 yilda o'zi qilgan bo'lishi mumkin, tiklagan bo'lishi mumkin imoratni yoki bo'lmasa o'sha kvartirani sotib olgan bo'lishi. Endi shu egalik huquqi vücuda kelgan hujjatına qaraladidan sanasi bor. Masalan shu sanadan 3 yil hisoblanadi, 3 yil içinde çıksa daromad hisoblanadi. 3 yildan oshgan bo'lsa daromad hisoblanmaydi. Demak, tushunarli. Keyingisi Matluba Otajonova tadbirkorlarning barqarorlik reytingini belgilash tadbirkorlarga qanday imkoniyat yaratadi? Barqarorlik reytingi deb bugun juda ko'p qo'llanilyapti mana shu ibora, lekin bu tadbirkor uchun qanday imkoniyatlar, qulayliklar yaratadi? Rahmat. Mana yuqorida ham aytib o'tildi, bu barqarorlik reytingi 2024-yil 1-fevraldan amaliyotga joriy qilingan. Bu davlatimiz rahbarining 39-sonli farmoni bilan ushbu reytingda 4 ta pog'onaga bo'linadi, ya'ni yuqori, o'rta, qoniqarli va quyi pog'onaga. Yuqori toifadagi tadbirkorlik subyektlari uchun soliqdan yengilliklar va boshqa yengilliklar belgilangan. Ya'ni eng yuqori toifadagi biz 3 ta A deb aytamiz, 96 balldan 100 ballgacha ball to'plagan tadbirkorlik subyektlariga qo'shilgan qiymat solig'ini tekshiruvlarsiz ortiqcha to'lovini 1 kun muddatda qaytarib olish bo'yicha yengillik berilgan. Shuningdek, yuqori toifadagi tadbirkorlik subyektlariga, ya'ni A toifadagi, 2 ta A toifadagi, 3 ta A toifadagi tadbirkorlik subyektlariga soliq tekshiruvlari o'tkazilmaslik bo'yicha ham yengilliklar berilgan va 4-5 toifa deb aytamiz. Bu Xorazm viloyatining Yangiariq, Xiva tuman, Yangi bozor tumani va Qo'shko'pir tumanlarida ro'yxatdan o'tib shu yerda faoliyat ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat mulkini sotib olgandagi to'lovlariga ham davlat tomonidan ushbu reyting baliga qarab qulayliklar belgilangan. Rahmat. Mana bu savol Qahramon Eshjanov, internet nashr muxbiri. Hozirgi kunda tekshiruvlar davomida savdo do'konlarida maxsus xaridorlar jalb qilinadi tadbirlarga. Bu o'sha soliq mutaxassislari, soliq inspektorlari tomonidan. Bu aslida qonuniymi? Mana shunga qiziqib so'rayaptilar. Bugun o'sha chekni chiqarib beryaptimi, patta beryaptimi, naqd pul sifatida yoki bo'lmasa, bu albatta yashirin iqtisodiyotni bartaraf qilish maqsadida o'tkaziladigan tadbirlar. Mana shunday yashirin tarzda alohida maxsus xaridorlarni jalb qilishi mumkinmi, qonuniymi deb so'rayaptilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Bu bo'yicha sayyor soliq tekshiruvlar jarayonida xolis xaridorning qatnashishi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-yanvardagi 1-sonli qarorida belgilangan. Sayyor soliq tekshiruv o'tkazish jarayonida tekshiruvchi tomonidan xolis xaridor xizmatidan foydalaniladi. Bu narsa qonuniy. Haqiqatda shu murojaat tushgan bo'ladi, shu murojaatda tushgan holatda aniqlik kiritish, haqiqatda shu holat boyligini tasdiqlash uchun xolis xaridor xizmatidan foydalanadi. Demak, haqqoniyligini bilish maqsadida. Qonuniy tartibda. O'sha qilingan murojaat bu tuhmatmi yoki bo'lmasa haqiqatda voqelik shundaymi? Shuni biling. Endi ana shu Qahramon Eshjanovning ikkinchi savollari bor ekan. Xarid chekida beriladigan 1% cashbackni ko'tarish imkoni bormi ekan deb so'rayaptilar. Bu albatta bugungi masalada ko'ramiz, taklif biza baribir qonun chiqaruvchi organga taklif berishimiz mumkin. Agar ma'qul topsalar ko'tarishlari mumkin. Rahmat. Urganch tumani Do'rmon mahalla fuqarolar yig'inidan Komil To'rayev 1996-yilda qurilgan uy-joyim uchun soliq to'lab kelaman. 2012-yilda kadastrdan o'tgan. Lekin soliqchilar hokimning qarorini so'rashmoqda. Shu to'g'rimi? Menimcha bu yerda bir nimaga tushunmadim men. Hokimning qarori mavjud bo'lmagan taqdirda qanday kadastr ishlanishi mumkin? Marhamat, tushuntirish beramiz shu bo'yicha. Soliq to'lovchimizga ko'p yildan beri soliq to'lab ketgan bo'lsa, uni ko'chmas mulk obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlarni kadastr ma'lumotlarni integratsiya qiladi. Shu qilgan paytida turar joyini egalik huquqi yo'q bo'lsa, ya'ni ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa,
kadastr hujjati mavjud, lekin kadastrdan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, davlat reyestrida o'tmagan bo'lsa, bizlarga kadastr ma'lumotlarni berayotgan paytida yer maydonini hujjatsiz deb beradi. Shunda unga soliqlar hisoblanadi. Qayta qo'shimcha 3 barobar soliq hisoblanadi. Shuning uchun u soliq organiga kelganda soliqlarning ko'pligi nima sababdan ko'p chiqayotganini so'ragan paytda unga soliqchi organlar tomonidan kadastr ma'lumotlarida turar joyini egalik huquqi mavjud emas, shuning uchun ro'yxatdan o'tmaganligi uchun sizga soliq ko'p chiqib turibdi deb tushuntiriladi. Demak, bu o'sha qilingan kadastr hujjati shunchaki egalik huquqini beruvchi hujjat emas, balki vaqtincha foydalanuvchi va soliq to'lovchi sifatida ishlangan kadastr hujjati. Davlat reyestriga kiritilmagan. Davlat reyestridan o'tmagan egalik huquqi u hujjat hisoblanmaydi. Rahmat. Alisher Urgan shahridan ikkinchi guruh nogironlarga qanday soliq imtiyozlari mavjud? Ikkinchi guruh soliq to'lovchilarimizga jismoniy shaxslar tomonidan to'lanadigan yer mol-mulk soliqlari bo'yicha soliq kodeksimizning 436, 421-moddalarida belgilangan. Bunda yer solig'idan to'liq ozod qilingan ikkinchi guruh nogironlarga mol-mulk solig'ini shu yashayotgan turar joyini mulk maydonidan kelib chiqib turib 60 kvadratgacha mol-mulk solig'idan ham ozod qilishi belgilangan. Bor. Rahmat. Urganch tumanidan Ilhom Abdurahmonov. Mustaqillik ko'chasi 2-uy 21-xonadonda yashayman. 1971-yilda qurilgan xonadon. 2 xonali 45 kvadrat metr. 2022-yilda pensiyaga chiqqanman. Undan oldingi soliqlarimdan qarzim bor ekan. Shu qarz qanday hisoblangan? Miqdori juda baland. Hozir aytib o'tganimizdek, uni xonadoniga hisoblanadigan soliqlar kadastr palatasi tomonidan beriladigan ma'lumotlarga asosan bizda xotinlarning omilsiz hisoblanadi. Bu soliq to'lovchimizga taklif qilamiz. Shu kadastr hujjatlarini olib, shu tuman kadastr bo'limiga uchrashib, ma'lumotlarini qayta ko'rib chiqsalar, ular ko'rib chiqqan ma'lumotlar bizlarga 8 soat ichida qayta o'zgarish keladi. Ana shundan keyin bizlar uni soliqlarni qayta o'tib ketgan 3 yillikini soliq kodeksi 8-moddasiga asosan ko'rib chiqib berishimiz mumkin. Demak, xuddi mana shunday muammosi bor fuqarolar o'zi istiqomat qilayotgan mahalladagi o'sha soliq xizmati xodimiga uchrashib hal qilishi mumkin-ku. Avvalo kadastr bo'limiga murojaat qilishadi. Shu ko'chmas mulk obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqishadi, to'g'riligi, kamchilik bor yo'qligini ko'rib chiqishadi. Uni ko'rib chiqqandan keyin haqqoniy ma'lumotlarga ega bo'lgandan keyin u kadastrning bazasiga kiritiladi. Kadastrning bazasidan avtomat bizga o'zi soliq organlari ma'lumot bazasiga kelib o'tiradi. Ana shundan keyin o'zi bizga murojaat qilsa, uni soliqlarini o'tgan yili 3 yilligini qayta hisob-kitob qilib berishimiz mumkin. Rahmat. Shonazar Aniyozov Qo'shko'pir tumanidan soliqlardan qochib yurgan fuqarolarga qanday choralar qo'llaniladi? Soliqdan qochib yurgan soliq to'lovchilarga soliq kodeksining 88-moddasida qat'iyan belgilab qo'yilgan, hisoblanishi lozim bo'lgan soliqlar hisoblanmagan taqdirda, uni aniqlangan taqdirda shuni o'tib ketgan 3 yil soliqlar qayta hisob-kitob peniyalar bilan hisob-kitob qilib undiriladi. Rahmat. Otaboy Hasanov qaysi hududdan ekanligini yozmaganlar. Jismoniy shaxs noturar joyni yuridik shaxsga ijaraga berganda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i qanday tartibda to'lanadi? Imkon bo'lsa tushuntirib bersangiz. Demak, jismoniy shaxs noturar joyni yuridik shaxsga ijaraga beradi. Lekin o'sha jismoniy shaxsning soliq to'lovi qanday tartibda? Jismoniy shaxs noturar obyektni yuridik shaxsga ijaraga bersa, soliq kodeksining 387-388-moddalarga asosan yuridik shaxs to'lov manbaida soliqni hisoblab to'lab berishi kerak bo'ladi. Jismoniy shaxs yuridik shaxs tomonidan, soliq agenti tomonidan to'lab beriladi. Masalan, men jismoniy shaxs noturar obyektni bir firma yoki bir korxonaga bersam, menga masalan 2 milliondan kelishgan bo'lsak, shuni 12%ni firma o'zi ushlab qolib, soliqqa o'tirib, qolgan qismini menga qilib beradi. Demak, 12%dan qolgan qismini ijarachi mulk egasiga beradi. Mulk egasiga berishi kerak. Ijarachi mulk egasiga beradi. Rahmat. Umida Mardonova shunday savol bilan murojaat qilyaptilar. Men bolamni xususiy maktabga o'qishga qo'yganman va oyiga 2,5 million so'm pul to'layman.
daromad solig'ini qaytarib olsa bo'ladi deb eshitgandim. Shu to'g'rimi? Umuman mana shunday shartnoma asosida oliy o'quv yurtlarida o'qiyotganlar yoki bo'lmasa xususiy maktablarda o'qiyotganlarga tatbiq qilinadimi mana shu? Xususiy maktabda mesela farzandini o'qitsa, bu ham imtiyoz bor. Oyna 3 million so'mdan daromad solig'ida imtiyozi bor. Soliq kodeksi 378-moddasi 16-bandida ko'rsatilgan bu to'liq o'qiman desalar, shundan ko'rib olsalar bo'ladi. Oyna masalan har oyda 2,5 million to'lab o'tirgan bo'lsa, o'zi ishchidan bo'lsa, daromad solig'i to'lab yurgan bo'lsa, ish joyina ariza bilan murojaat etib, mana oyligimdan 2,5 millionni shu bog'chaga xususiy maktabga o'tirib ber, men oyligimdan imtiyoz berib o'tir dedi. Ya'ni 12% daromad solig'ini imtiyozini beradidan ishlaydigan joyi, korxonasi bog'chaga yo xususiy maktabga 2,5 million o'tirib beradi. Qolgan 12% o'zine foydasi bo'ladi. Demak, shu o'rinda aniqroq bir tushuntirish bersak, ba'zida ko'cha-kuyda mana shu eshitib qolamiz, kimningdir nevarasi, kimningdir farzandi o'sha xususiy mulkchilik ko'rinishiga ega bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanadi yoki bo'lmasa o'sha xususiy maktabda o'qiydi. Unga belgilangan har bir oylik to'lovlar mavjud. Mana shu to'lovlarni imtiyozini foydalanish uchun harakat qilsam, juda qog'ozbozliklari ko'p ekan deb bir iddao qilishadi. Umuman olganda, qanday tartibda hech qanday qog'ozbozliksiz mana shu soliq imtiyozlaridan foydalanishi mumkin bo'ladi. O'sha xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotidagi farzandi tarbiyalanayotgan ota-onalar yoki bo'lmasa o'sha xususiy maktablarda o'qiyotgan, farzandi o'qiyotgan ota-onalar buni oddiygina qilib tushuntirib bersak, albatta bu ham bir bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz uchun. Rahmat. Mana yuqoridan aytib o'tildi. Endi oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ota-ona tomonidan o'zini farzandini xususiy bog'cha yoki xususiy maktabga o'qishga berganda, o'sha xususiy maktab yoki xususiy bog'cha bilan tuzilgan shartnomasini va o'zini farzandini tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasini ilova qilgan holda budjet tashkilotida ishlaydimi, xususiy korxonada ishlaydimi, shu ikkita hujjatni hisobchisiga olib borib berishi kifoya hisoblanadi va u har oy davomida 3 million so'mgacha o'tkazilgan oylik ish haqidan to'langan oylik maoshidan daromad solig'ini chegirib tashlashi mumkin. Ya'ni aytib o'tildi 2,5 million so'mmi, 2 million so'mmi o'tkazgan summasiga nisbatan 3 milliondan oshmaganda har oyda daromad solig'iga tortilmaydi. Shu o'rinda mana shu yerda yana bir savol tug'iladi. Bugun o'sha maktabgacha tarbiya, maktabgacha ta'lim tashkilotlari turli ko'rinishda bor. O'sha xususiy bo'lsin, xususiy davlat sherikchiligi asosida bo'lsin yoki bo'lmasa oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari. Lekin bularning hammasida ham o'sha siz aytganingizdek shartnoma asosida ko'plab uchratish mumkin. Ayrimlarda mana shunday shartnomaning o'zi ham yo'q. Bu ham bir o'sha yashirin iqtisodiyotga olib boruvchi bir yo'l hisoblanadi. Bugun butun jamiyatda yashirin iqtisodiyotni bartaraf qilish va ana shuni turli ko'rinishlariga barham berish haqida gap ketar ekan, bu birinchi navbatda o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlariga e'tibor qaratishni talab qiladi. Bugun o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotida u oilaviy bo'lsin, xususiy davlat sherikchiligi asosida bo'lsin, ularning hammasida ham shartnoma mavjudmi? Ularning hammasi ham mana shu belgilangan narxlarda asosida pul olayaptimi yoki bo'lmasa ularning ko'pchiligi xuddi ba'zi bir tadbirkorlar o'sha o'zining ishchilariga konvert asosida pul berganidek holatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Mana shu borada olib borilayotgan ishlar bugun qay darajada? Endi ma'lumki qonunchilik bo'yicha, amaldagi qonunchilik bo'yicha litsenziya talab qilinadigan faoliyat turlari belgilangan. Ushbu xususiy maktab, xususiy bog'chalar ham litsenziya asosida tegishli ruxsatnoma asosida faoliyat yuritishi belgilangan. Shundan kelib chiqib, ular tomonidan ushbu litsenziya olgandan keyingina qonuniy faoliyat hisoblanadi, ya'ni xususiy tartibda faoliyat yuritadiganlari. Lekin siz aytib o'tganday bu oilaviy bog'chalar, ya'ni kichik tartibdagi, yakka tartibdagi xususiy bog'cha yoki shunaqa toifada faoliyat yuritadigan bog'chalar ular litsenziya olish tartibiga kiritilmaydi. Ya'ni bu soliqlar bo'yicha ham bu
xususiy maktab va xususiy bog'chalarga taalluqli bo'lganligi uchun ulardan soliq imtiyozlari bo'yicha foydalana olishmaydi. Demak, shu o'rinda buni nima deyish mumkin? Ko'pchilik aholi orasida shunday gap yuradi. Kimdir nevarasini, kimdir farzandini o'sha oilaviy bolalar bog'chasiga bersa, men oyiga 50 ming so'm to'lov qildim, kimdir 300 ming so'm to'lov qildim deydi. Lekin bularning hech biri aniq bir summani bir xil me'yorda aytishmaydi. Ana shuning uchun ham ko'pchilik savollar mana shu borada bo'lib qoladi. Yo'ldasheva Gavhar Gullan tumanidan soliq to'lash uchun inspeksiyaga borsam va naqd pulda soliqlarni to'lamoqchi bo'lsam, uslug yoki qo'shimcha haq olishadi. Plastik kartada to'lasam olishmaydi. Shu to'g'rimi? Marhamat. To'g'ri aytyaptilar. Hozir har bir tumanda soliq inspeksiyalarida nimalar paynet shoxobchalari shartnoma tuzib o'tirishibdi. Ularni o'zlarini qilgan xizmatlari uchun ustama haqlari bor. Soliq to'lovchilarimizdan so'rab qolamiz. Shu o'zlarini mobil ilovalariga soliq.uz mobil ilovasi bor. Shuni o'rnatib olsalar, har qanday soliqlarni to'lash oson, ham hech qanday usullarsiz to'laydilar. Hozirgi kunda hammada mobil telefonlar bor, mavjud. Shunga soliq.uz mobil ilovasini o'rnatib olsalar, to'lash imkoniyati juda ham katta. Hech qanday usullarsiz to'lanadi. Marhamat. Demoqchi edim, ushbu soliq mobil ilovasi orqali jismoniy shaxslarda nafaqat o'zining, balki turar joyi otasini yoki onasini nomida bo'lsa, ularni ham belgilangan tartibda shu ilova orqali to'lash imkoniyatlari yaratilgan. Ota-onasini va onasini soliq to'lovlarini jismoniy shaxslar. Rahmat. Ibragimov Sultonnazar Qo'shko'pir tumanidan 12 sotixlik qo'shimcha tomorqa yerimga 330 ming yiliga soliq to'laysiz dedi. Oldinlari soliq to'lamas edik-ku. Menimcha bu soliq to'lanmagan bo'lishi mumkin emas. Marhamat, tushuntirish beramiz. 2018-yildan oldingi davrlarda bizlarga kadastr organlari qog'oz shaklida ma'lumotlari kelardi, beriladi soliq organlariga. Shu orqali turar joylariga soliq organining o'zida soliq ma'lumotlar bazasiga rushnoy kompyuter bazasiga kiritilardi. Shunda turar joyning yer solig'i bilan tomorqaning yer solig'i ikkisi qo'shilib hisoblanib, to'lov xabarnoma yuborilardi. 18-yil 1-yanvardan keyin Vazirlar Mahkamasi 1040 soliq qaroriga asosan kadastr palatasi tomonidan через internet orqali ma'lumotlarni integratsiya qilish yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunda shuning uchun turar joyni alohida, noturar joyni alohida, tomorqa yer uchastkalarini alohida integratsiya qilindi. Shuning uchun ularga alohida soliqlar hisoblanyapti, to'lov xabarnoma shakllanyapti. Shuning uchun soliq to'lovchimizda tushunmovchilik bo'lib turibdi. Rasulbek Masharipov Urganch tumani iyul oyida mol-mulk va yer soliqlarini to'liq to'laganman. Lekin soliq inspeksiyasidan menga ichimlik suv uchun 82 ming so'm to'lang degan xat keldi. Men suv tarmog'iga umuman ulanmaganman. Menimcha bu yerda suv solig'i bo'yicha ma'lumot borgan bo'lsa, bu soliq to'lovchimizni hozirgi aytgandek tomorqa yer uchastkalari mavjud bo'lishi kerak. Hozir bizga suv respublika suv havzasi tomonidan mana shu dehqon xo'jaligi tomorqa yer uchastkalarida ishlatilayotgan suvlar bo'yicha ma'lumotlarni integratsiya qilishni yo'lga qo'ydilar. Shu integratsiya qilingan ma'lumotlarga asosan suv solig'i hisoblangan bo'lishi kerak. Mana shu bugun ba'zida shu aholining o'zaro suhbatlarida eshitib qolamiz. O'sha yer osti suvlardan foydalanganda ham soliq bugun joriy qilinar ekan deb. O'sha gaplar qanchalar haqiqatga yaqin va bu o'sha turli bir mish-mishlarga sabab bo'lmasligi uchun mana shunga ham bir tushuntirish bersak, qanday ko'rinishda kim mana shu yer osti suvlardan qancha miqdordan oshgan taqdirda soliq to'lashi mumkin? Marhamat. Bu ham ko'pchilikni qiziqtiradigan savol albatta. Bugungi kunda shu boya aytib o'tilganidek suv havzasi tomonidan o'zi ma'lumotlar integratsiya qilingan soliq organi bazasiga kelib tushadi. Shunga asosan o'zi hisobotlara shu bo'yicha tuzatishlar kiritiladi. Hozirgi kunda o'z suv soliqining asosiy stavkalar belgilangan bo'lib, soliq to'lovchilar tomonidan shu yer osti, yer usti suvdan foydalanganlik bo'yicha alohida stavkalar belgilanib, shu bo'yicha soliqlar hisoblanadi.
Rahmat. Yuridik Safarmat Qozakov qaysi hududdan ekanliklarini yozmaganlar. Yuridik shaxsga quyosh panellari o'rnatilsa, qanaqa soliqlardan va qancha muddatga ozod qilinadi? Bu albatta ko'pchilikni qiziqtiradigan holat. Nimaga deganda bugun o'sha quyosh panellarini o'rnatayotgan aholi ba'zilar aytishadi, faqatgina o'sha quyosh paneli o'rnatilgan hudud uchun deyishadi. Va kimlardir aytadi, bu yo'q, bu o'sha butun bir ana shu oilaga tegishli bo'lgan hudud uchun deb. Marhamat. Rahmat. Shu o'rinda quyosh panellari qo'ygan jismoniy va yuridik shaxslar bo'yicha ham qisqacha aytib o'taman. Jismoniy shaxs tomonidan o'zini turar joyiga 1 kilovatdan yuqori bo'lgan, ya'ni quyosh panellarini o'rnatgan bo'lsa, ushbu o'rnatilgan quyosh panelini o'rnatilgan davrdan 3 yil muddatga mol mulk solig'ini bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobar miqdorida oshmagan miqdorda va yer solig'ini bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobardan oshmagan miqdorda soliq imtiyozi belgilangan. Shuningdek, ular tomonidan ushbu quyosh panellarini o'rnatib o'z ehtiyojlaridan ortiqcha qismini davlatga sotgan qismi bo'yicha har 1 kilovat uchun 1000 so'mdan subsidiya olish tartibidagi qulayliklar yaratilgan. Ya'ni bu har oy davomida hisob-kitob qilib boriladi va keyingi oyning 25-sanasidan boshlab ularning plastik kartochkasiga quyoshli xonadon tizimi bor, soliq mobil ilovasidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Shu orqali to'lab beriladi. Ushbu soliq imtiyozini olish uchun jismoniy shaxs tomonidan o'zi yashab turgan hududdagi tuman elektr tarmoqlaridan ma'lumotnomani olib turib, ushbu hududdagi soliq organiga ushbu ma'lumotnomani berish o'zi kifoya hisoblanadi. Shuningdek, yuridik shaxslar tomonidan quyosh panellari o'rnatilgan tartibda, bu 2 xil tartibda bo'ladi, ya'ni 100 kilovatgacha o'rnatilgan va 100 kilovatdan yuqori tartibda o'rnatilgan. 100 kilovatgacha o'rnatilgan tartibda bu foyda solig'i hisoblashda ushbu yuridik shaxslar tomonidan quyosh panellarini o'z ehtiyojlaridan ortgan qismini davlatga sotgan qismi bo'yicha foyda solig'ini hisoblashdan chegarib tashlanadi, ya'ni daromad sifatida qaralmaydi. Shuningdek, yuridik shaxslarning olinadigan yer solig'i bo'yicha quyosh panellari egallagan yer maydonlari bo'yicha soliq imtiyozida berilgan, ya'ni 3 yil muddatga. Agarda 100 kilovatdan ortiq quyosh panellari o'rnatgan bo'lsa, 10 yil muddatga yer solig'idan imtiyozlar berilgan. Shuningdek, quyosh panellarini o'rnatilgan qurilmalari bo'yicha bu mol mulk solig'i obyektga nisbatan emas, qurilmalar bo'yicha ro'yxatdan o'tkazuvchi organ, kadastr organlari tomonidan ro'yxatga o'tgan bo'lsa, u ham 100 kilovatgacha bo'lsa 3 yil muddatga, 100 kilovatdan ortiq o'rnatilgan bo'lsa 10 yil muddatga faqat qurilmalar uchun mol mulk solig'i imtiyozlari berilgan. Ushbu imtiyozlardan foydalanish uchun shaxsiy kabinetidan yuridik shaxslarning soliq imtiyozlaridan foydalanish bo'yicha interaktiv xizmatlari yaratilgan. Shu xizmatdan asos bo'lgan hujjatlarni ilova qilib ariza yuborsa, soliq organlari tomonidan ko'rib chiqiladi va soliq hisobotlarini shakllantirishda soliq imtiyozlari unga avtomatik tartibda ruxsati berilib, imtiyozlari bilan hisobotlari shakllantirib beriladi. Rahmat. Mana bu yerda Hurmat Ro'zmetov Qo'shko'pir tumanidan menga tegishli yer maydonlari kadastr hujjatida ko'rsatilgan, lekin soliq organlari menga qo'shimcha zaxira yerdan foydalanyapsiz deya soliq hisoblamoqda. Bunga qanday oydinlik kiritish mumkin? Hozirgi kunda Qonunchilik palatasi tomonidan 937-soliq qonun qabul qilingan. Bu qonunda hozirgi kunda hujjatsiz yerlarni umuman hamma ko'chmas mulk obyektlarini xatlovdan o'tkazish kadastr tomonidan o'tkazilyapti. Ushbu xatlovga o'tkazish paytida kadastr tomonidan borib turib o'lchash ishlari o'tkazilgan paytda undan o'zini egalik huquqi belgilangan hududdan tashqari yerni egallab o'tirgan bo'lsalar, shu aniqlangan ma'lumotlarni soliq organlariga internet orqali ma'lumotlar bazasiga jo'natadi. Shu orqali unga qo'shimcha soliqlar hisoblanadi. Demak, bu aynan o'sha egalik huquqi mavjud bo'lgan yer maydonidan tashqari u zaxirada turgan yer maydonidan foydalanyapti va uning foydalanuvchi sifatida u ana shuning uchun ham soliq to'laydi. Hozirgi kunda 937-solda qonun bo'yicha xatlov ishlari o'tkazilyapti, shunda aniqlanib chiqyapti. Rahmat. Savol. Dilnoza Inomova, tadbirkor.
korxonamizda ko'p yillardan beri saqlanib kelinayotgan buxgalteriya hujjatlari mavjud. Ushbu eski buxgalteriya hujjatlarini saqlashimiz shartmi deyaptilar. Bu qancha muddatga saqlanishi mumkin? Qaysi hujjatlar qancha muddatga? Bu o'sha soliq ma'murchiligi bo'yicha lozim bo'ladigan hujjatlarga bemalol javob berish mumkin. Soliq kodeksining 88-moddasi bo'yicha soliq organi bilan buxgalteriya hisobotlarini yuritish bilan bog'liq hujjatlari 3 yil muddatga saqlanishi kerak. Ya'ni da'vo qilish muddati ham 3 yil hisoblanadi. Lekin buxgalteriya hisobotini agar u ish haqi hisoblash bilan bog'liq bo'lgan, pensiyaga chiqarish bilan bog'liq bo'lgan, o'zlarining xodimlarini pensiyaga chiqarish bilan bog'liq bo'lgan hujjatlari bilamizki, u arxivga topshirish orqali o'zida saqlanishi belgilangan. Demak, bu o'sha 50 yil, 70 yil, 75 yil muddatga ko'rsatilgan hujjatlar mavjud. Lekin soliq qonunchiligi bilan soliqqa oid hujjatlar 3 yil davomida saqlanishi mumkin. 3 yil davomida. Demak, har qanday ko'rinishdagi o'sha tadbirkorlik subyekti bo'lsin, boshqa bir tashkilotlar bo'lsin, soliq ma'murchiligi bo'yicha hujjatlarni 3 yil davomida saqlashlari mumkin bo'lar ekan. Akbar Farmonov Xivadan: biz ombordagi muddati o'tgan dorilarni yo'q qildik. Shuni foyda solig'ida chegiriladigan xarajatga qo'yiladimi yoki chegirilmaydigan xarajatgami? O'zi foyda solig'i hisobotida o'zi xarajatlar tarkibi ko'rsatib o'tilgan bo'lib, shu agar belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan bo'lsa, ya'ni shu haqiqatda shu muddati o'tib ketgan tovarlar bo'lsa, unda o'zi qatnashadigan tashkilotlar ro'yxati bor. Siz biz o'zimizni soliq xizmati organi xodimlari belgilangan tartibda yo'q qilinadi. Belgilangan tartibda yo'q qilish tartibi bor. Agar shu yo'q qilish tartibi, shu hujjatlar rasmiylashtirib yo'q qilingan bo'lsa, u foyda solig'i hisobotida xarajatlar qismida ko'rsatilishi mumkin. Demak, u maxsus dalolatnomasi mavjud bo'ladi, o'sha tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda qilinadigan. Hujjatlari mavjud bo'lishi kerak. Rahmat. Mana bu yerda Urganch tumanidan savol bilan murojaat qilyaptilar. Bog'cha olgan edik. O'sha yer solig'i bo'yicha ma'lumot bersangiz, qurilishi tugallanmagan bog'chaga ham imtiyoz bormi? Bu hali o'sha bolalar bog'chasi hali qurilishi tugallanmagan binoni sotib olganlar va bunga o'sha hali ish boshlamagan, qurilishi yakunlanmagan bo'lsa-da qandaydir bir soliq to'lovlari mavjudmi yoki bo'lmasa imtiyozlar, imkoniyatlar bormi? Maktabgacha ta'lim bog'chalarini asosiy hokim qarorlari bilan ajratib beriladi. 36-51 sonli qaror bo'yicha ajratilgan bo'lsa, belgilangan tartibda maktab vazirligi, keyin ta'lim vazirligi, viloyat hokimligi, keyin shu bog'chani boshlayotgan mulk egasi bilan bitim tuzilgan bo'lsa, hozirgi kunda jismoniy shaxs nomida bo'lsa, imtiyoz yer solig'iga qo'llanib turiladi. Keyin u hudud bog'cha bitib ishga tushib ketgandan keyin qo'shimcha soliqlarni 10 yilgacha olishi mumkin. Rahmat. Shu o'rinda bizga ajratilgan vaqt nihoyalab boryapti, lekin shunday bo'lsa-da biz dasturimiz avvalida aytib o'tdik. Soliqlar o'sha davlatning, o'sha jamiyatning ijtimoiy infratuzilmasi rivojlanishiga xizmat qiladi deb. Buni ayniqsa keyingi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan mana shu keng ko'lamli islohotlar jarayonida har bir hududda o'sha soliq tushumlarining orttirib bajarilgan qismi alohida mana shu foizlar miqdorida ana shu hududni obodonlashtirishga, hudud infratuzilmasini yanada rivojlantirishga xizmat qilyapti. Shunday ekan, bugun o'sha soliq to'lovchilar, o'sha yer mulk solig'ini to'lovchi aholi vakillari yana nimalarga e'tibor qaratishi va o'z vaqtida to'lab qo'yishi uchun qanday choralar ko'rilishi mumkin? Mana shu borada fikrlaringiz, marhamat. Bugun o'sha yer mulk solig'ini hozirgacha to'lamagan fuqarolar mavjud. Yer mulk solig'ini to'lamagan soliq to'lovchilarimizga shu tushuntirib o'tadigan bo'lsak, hozir oktyabr oyi tugayapti, 16-oktyabrda o'tdi. Yillik soliq hisoblangan soliqlarni to'lash shartligi belgilangan 16-oktyabrgacha. To'lanmagan taqdirda soliq kodeksining 110-moddasiga asosan belgilangan tartibda peniyalar hisoblanadi. Kuniga belgilangan tartibda peniyalar hisoblanadi. Undan keyin soliq qarzdorligi bo'yicha yana talabnoma beriladi. Bu talabnomadagi soliq qarzdorligini bartaraf qilmagan taqdirda soliq kodeksining 125-moddasiga asosan majburiy undirish uchun sudlarga arizalar kiritiladi. Rahmat. Demak, shunday ekan, hurmatli yurtdoshlar, mana mutaxassislarimiz ham alohida bir e'tirof qilib aytishyapti. Bugun biz o'zimizning o'sha soliqdan bo'lgan qarzimiz qanchalik bo'lsa, nafaqat yil yakunlanishini kutishimiz, balki mana shu oktyabr oyi yakunlanishini ham kutmasligimiz talab qilinadi. Nimaga deganda, biz o'sha o'zimiz istiqomat qilayotgan xonadon uchun va biz foydalanayotgan yer uchun to'lanadigan o'sha soliqlar bu bizning o'sha
qarzdorligimiz hisoblanadi. Demak, biz qarzdorligimizni o'z vaqtida to'lab qo'yishni ham unutmasligimiz talab qilinadi. Demak, bugungi ishtirok uchun bildirilgan fikr mulohazalar uchun ko'rsatuvimiz ishtirokchilari bo'lgan viloyat soliq boshqarmasi mutasaddilariga samimiy bir minnatdorchilik bildirgan holda bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.